Bugun sen yig'lading. Senga qo'shilib butun dunyo ko'z yosh to'kdi, Krish. Sen sabab futbol jozibali ko'rindi. Sening maydondagi sehrli harakatlaring tufayli millionlab insonlar futbolga mehr qo'ydi. Sening har bir harakating futbol muxlislarining e'tiborida bo'ldi. Kimlar sen bilan bir maydonda bo'lishni orzu qilmadi. Kezi kelganda futbol sen bilan hisoblashishiga to'g'ri keldi. Hattoki sening gol nishonlashlaring butun dunyoga virus bo'lib tarqaldi. Seni noming tushirilgan libosni kiygan har bir bola o'zini sen kabi viqorli tutishga harakat qildi. Ich-ichidan sen kabi salobatli bo'lishni xohlashga majbur qilding. Shu sababli ham aslida Jahon Kubogi senga emas, sen Jahon Kubogiga ko'proq kerak eding. Ayni shu jihatdan ham futbol sendan qarzdor. Buni jahon chempionatini tark etayotgan sana va oyna libosing ortidagi raqam bilan moslab berganidan ham bilish mumkin. Sen maydonda boringni berding. Muxlislarga esa hatto keragidan ortig'ini ham. Hammasi uchun rahmat, Krish. Seni o'sha qaysar, ortga chekinmaydigan, mag'lubiyatni yomon ko'radigan va har doim mehnat qiladigan inson sifatida eslab qolamiz.